narxi zo'r bo'lsin, lokatsiyasi zo'r bo'lsin deganlar uchun Otchopardan 6 sotiqlik hovlini topib qo'ydik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik so'raydi, mana gazi bor ekanmi, sveti bor ekanmi deb. Manaki gazlari, svetlari, mana bu yerda suvlari ham o'tgan ekan. Mana qo'shniniki o'tgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, mana shu joyimiz sotiladi. Narxini kelishilgan holda sotiladi. Ko'rishlaringiz mumkin. 4 devorli o'ralgan. Kadastrlari bo'lgan. Hovlisida bu yerda qurilish qilishlaringiz mumkin. Mana bu yerda toshlari ham bor ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu joyimizda ikkita xonasi bor ekan. Hozircha odam yashab turibdi. Ijaraga berib qo'yishgan ekan. Do'stlar, uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini 300 million deb baholab qo'ydik. Batafsil ma'lumot olish uchun pastda egalarining nomerini qoldiramiz. Srochni bog'lanib bosib oladigan joyi. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Telegram kanalga o'tib olishlaringiz mumkin.